Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu el-etammani el-ekmelani ala hayri halqillahi ecmain. Nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Azizlar, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Sizlar bilan tarbiya masalasida suhbatlashar edik. Allohga ham sanolar bo'lsin. Tarbiya masalamiz hali ham inshaalloh davom etyapti. Alloh subhanahu va taolodan iltimos qilib yana so'rab qolamiz, har birimizga foydali qilsin shu darslarimiz. Sizlar bilan gaplashib o'tgan bo'ldikki, ota o'zini qiziga turmushga berishdan ilgari 7 xil nasihat qilgan edi. Buni bir qator aytib o'tgan edik sizlar bilan. Saodat to'g'risida, o'zini kuyovi bilan muomalasi to'g'risida va hamda muhabbat to'g'risida va hamda har bir narsani o'rniga o'rinbosar doimo tayyorlab yurishlik to'g'risida va hamda o'zini xatolarini unutmasligi va hamda unga kerak bo'lmagan, xos bo'lmagan, qiziga xos bo'lmagan narsalar haqida so'ramasligi to'g'risida gapirib o'tdik. 7-nasihat qilib o'tgan jumamizda aytdikki, qizim bilgin, hayotdagi eng go'zal, eng afzal senga inom qilingan ne'mat bu rostgo'ylik. Rostgo'ylik. Yolg'on garchi odamni qutultirsa ham dunyoda, garchi bir xatolardan, bir narsalardan qutultirib qo'yadi odamni. Haligi qilgan ishidan eson-omon qutulib chiqarib yuboradi. Ammo unday ashna bo'lgan taqdirda ham senga o'xshagan oliy himmatli qizlarga yolg'on yarashmaydi degan nasihat to'g'risida nima qilyaptik? Gaplashgan bo'ldik. Aytib o'tdik. Rostgo'ylik haqida tushuntirdik, Qur'ondan, hadislardan eplab tushuntirdik. Rostgo'ylikni 4 xil qilib taqsimladik. So'zdagi rostgo'ylik bo'lar ekan, qilayotgan ishlari rostgo'ylik bo'lar ekan, niyatdagi rostgo'ylik bo'lar ekan va hamda rostgo'ylikka qasd qilib, shu qasdini ustida turishlik borasida gaplashib o'tdik. Oxirigacha o'sha niyatdagi, haligi qasddagi rostgo'ylik Hazrat Umar ibn Hattob roziyallohu anhu zamonasida bo'lgan, Abu Zar roziyallohu anhu kafillikka olgan o'sha bir arabiy to'g'risida qissa aytib o'tgan. Bugungi darsimiz o'sha rostgo'ylikda ozgina qolgan yeri bor. Qolgan ozgina emas, ko'p yeri qolgan yeri bor. Shuni aytib o'tamiz. Oshqaza keyingi nasihatga o'tamiz. Bo'lmasa bugungi darsimiz ham rostgo'ylik to'g'risida ketadi. Birodan aytishim mumkin, nega endi bunchalik rostgo'ylikda 2 juma o'tamiz? Rostgo'ylikda 50 juma o'tsa ham kam bo'ladi. Hozirgi kundagi odamlarga 50 juma rostgo'ylik to'g'risida gapiraversam kam bo'ladi. Chunki hayotimizdagi hamma mushkilalar, hamma qiyinchiliklar, hamma bu er xotinda ajrashib ketishligi nima to'g'risida ketyapti? Faqat yolg'ondan. Faqat yolg'on. Insonda hayoti yolg'on ustiga qurilib qo'yadi hozirgi kunda. Rostgo'y odamni topishni o'zi amri mahol bo'lyapti. Yo'q, bormi? Ishongan odamingiz bormi? Hayotida 1 yil mo'minlarda bir albatta yolg'on gapirmagan odam bormi desam, hozir bir tursa, bitta yoki 2 ta odam turadi agar tursa. Yil davomida. Bunday holat, shuning uchun aytamizki, rostgo'ylik bu muhim narsa bu. Akalar safar jilish oilalar orqa turganlar bor ekan, sirishvos. Sal jilish o'tiraveraylar, keyin tika turganda yapishib ketaverasiz. Ey mo'minlar, agar sizlarga jilishib o'tirishlik sizlarga amr qilinsa, jilinglar. Alloh sizlarga ham albatta joy beradi degan oyat esingizdan chiqmasin. To'l bo'lgandan keyin eshikni yopib qo'yinglar. Bo'ldi, joy qolmaydi, endi keyingilarga eshikni yopib qo'yinglar. Joy yo'q deb e'lon qilib qo'yinglar. Xo'p. Bugungi darsimiz yana rostgo'ylik to'g'risida ketadi. Aytamiz. Rostgo'ylik 4 xil taqsimi bor ekan, insonning o'zidan chiqadigan rostgo'ylikni taqsimlar. Ammo kimlar bilan muomala qilish borasida rostgo'ylik 3 turli bo'lar ekan. Kimlar bilan muomala, kimlarga rostgo'y bo'lishimiz kerak? Ashu tomondan 3 turli bo'lar ekan. Birinchisi, odam o'zi bilan o'zi rostgo'y bo'lishi kerak. O'z joni bilan o'zi rostgo'y yashash kerak. Ikkinchisi,
Odamlar bilan rostgo'y bo'lib yashash kerak. Atrofidagi kim bo'lsa ham qat'iy nazar hamma bilan rostgo'y bo'lib yashash kerak. Uchinchisi, Alloh bilan rostgo'y bo'lish kerak. Bugungi suhbat 3 ta nav to'g'risida ketadi. Birin-ketin tushuntiraman. Odam joni bilan qanday rostgo'y bo'lish kerak. Avval bu mavzuga kirishdan ilgari biz bila olaylik. Odam o'zi kim? Bunday odam o'zi savol bersin, men kimman desin. Kim odam? Men degan o'sha odam kim? Yoki siz o'sha kim? Siz bu savolga agar shu yerda turib hozir javob beradigan odam bo'lsa, albatta men qoyil qolaman. Men falonchiman deydigan odam, o'zini kimligini yuz aytib beradigan odam bo'lsa, men qoyil qolaman. Bu savolda hali tarixda javob bergan odam yo'q. Yo'q. Chunki haqiqatan qiziq savol bu savol. Men kimman degan savol bu haqiqatan qiziq savol. Nega? Chunki agar siz men falonchi, falon shahardanman, falon mamlakatdanman desangiz xato bo'ladi. Nimaga? Bu narsa bilan siz o'zingiz bilinmaydi. Chunki boshqa yurtga borib, boshqa ism qo'yib olishingiz mumkin. Shunaqa odamlar bor. Atini o'zgartiraveradi. Ati yaxshi o'zi. Ati masalan deylik Sherzod. O'rtacha. Ya'ni zotida sher bo'lgan pahlavon bo'lgan odamlar bolalari ekan. Ya, men atim to'g'ri kelmaydi bitta. Darrov islomiycha qilib olib, o'zi mashhurishda ham islomiy. Uni yomonlik yeri yo'q. Darrov atini o'zgartiraveradi. Atini o'zgartirgan taqdirda ham, joyini o'zgartirgan taqdirda ham u ashi odam bo'lib qolyapti. Atini o'zgartirib yubor, boshqa odam deydi. Ya, boshqa odam bo'la olmaydi. Yo bo'lmasam bu men degan narsa bu. O'sha jon. Bu odamni hayotida o'tkazgan 50 yillik hayotimi? Hayotda esda turgan uni hodisalarimi? Mana bo'ldi yoshligimda, mana bo'ldi. Mana shu odam men bo'lsam kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu xato bo'ladi. Alloh saqlasin, vaqt kelib bir odam o'zini zokirasini, paymetini unutib qo'yish mumkinmi? Mumkin. Unutib qo'ygan taqdirda ham bu odam o'zgarmayapti. Ashu bu qolib ketyapti. Yoki bu badanmi? Shakl, ko'rinish, bu rang, bu qosh qovoq, burun, shuki yoki badanmi inson, jasadimi? Bu ham xato. Nega? Chunki bu o'zgarib turadigan narsa. Yoshligingizda turgan aptingiz bilan hozir turgan aptingizni farqi bor. Qoshingiz o'sgan, mo'ylovingiz o'sgan, soqolingiz o'sgan, yoki xotinlar ham shunday. Yoshga turgan, chiroyli bo'lib turgan qiz vaqt kelib kampir bo'ladi, yuziga azim tushadi, buqiladi, sochlari oqaradi, o'zgarar ekan. Demak, bu ham emas ekan. Men degan narsa bu ham emas ekan. Ha, unda kim bu? Men degan narsa. Bu ruh bu. Ruh, jon bu. Shu jon nima endi siz? Endi javob bera olmaydi. Shu jon nima? Hali hech kim javob bera olmadi. Hali tarixda bunga biror javob bera olmadi. Chunki Alloh aytdi: "Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri robbi. Va ma utitum min al-ilmi illa qalila." Ey Muhammad, sizdan ruh haqida so'rashadi. Aytib ko'ring. Ruh bu Robbim ishi deb ayting. Bu ishga sizlar munnilar tiqmanglar. Bu Robbim ishi. Bu ruh haqidagi sizlar ummaslarga ilm degan narsadan nima? Ozgina berilgan, xolos, ilm yo'q insonlarda. Insoniyat, bashariyatda yo'q. Rost shunday ekan. Bu nafsimiz bilan, jonimiz bilan rostgo'y bo'lishimiz kerak degan mavzu kelar ekanmiz. Biz bilishimiz kerak, bu jon nimaligini bila olmasak, u bilan qanday rostgo'y bo'lamiz? O'zi haqiqatan xuddi shunaqa. Chunki jon agar xolamasangiz buni hech kim bilmaydi. Yalnız turgan odamni kimligini biz bilmaymiz. İchiga shunaqa narsalar yashirgan bo'ladi. U agar o'zi chiqarmasa, buni birov tanib bilmaydi buni jonni. Chunki uni nimasi bor? Uni nima xohlaydi? Nima istaydi? Qachon xursand bo'ladi? Qachon g'azabga, qachon xafa bo'ladi? Qachon nimani yo'lida nimani qurbon qiladi? Bu narsalarning hammasini inson o'zini o'zi o'rganmaguncha buni birov bila olmaydi. Bu mavzuda keltirishimdan asosiy maqsad biz o'zimiz bilan bir soat kichik
umrimizda o'tirishimiz kerak. To'xta, sen kimsan? Deb o'zingizni qarang. O'zingiz savol bering, sen kimsan deng. Men qarangki, siz o'zingizni kimligingizni ayta olarmikansiz? Nima xohlaysan? Nima istaysan? Qanday bo'lishni xohlaysan desangiz, bir tekis odam chiqmaydi sizdan. Chunki bir uni olib berasiz, ertasi kuni buni olib berasiz. Indini kuni buni olib berasiz. Bir kun ma fikrda bo'lsangiz, ertasi kuni boshqa fikrdasiz. Inson zoti bir mustahkam bo'ladigan mahluq emas ekan. Shu yerda qoyil qolasiz. Shu mustahkam bo'lmagan narsalar qanday endi biz rostgo'y bo'lishimiz kerak? Allah aytib qo'ydi-yu. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Hatta va shamsi hammamiz yodlaganmiz. Jonga qasam deyapti Alloh. Va ma savvaha, bu jonni raso qilib, go'zal qilib yaratgan Allohga qasam deyapti. Fa'alhamaha fujuraha va taqwaha. Bir paytda o'zida uni yomonligini ham, bir paytda o'zida yaxshiligini ham, bir paytda taqvodorligini ham, bir paytda o'zida buzuq iflos odam bo'lib qolishini ham unga ilhomlantirib qo'ygan Allohga qasam deyapti. Qoyil qolasiz, bir vaqtda o'zi siz ikki xil odam bo'lib turasiz. Bir sekund, do'li sekund ichida siz ikki xil odam bo'lib turasiz. Buni siz qanaqa qilib boshqarasiz degan savol tug'iladi. Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Bunday jonda doim poklab, to'g'ri yo'lda ushlab yurgan odam albatta yutdi. Buni qo'yib olib, xohlagani qiladigan bo'lsa, buni tepalab, xorlab, yoqqa sudrab, bu yoqqa sudrab, oshxonaga sudrab, kazinoga sudrab, bu yoqqa sudrab yuradigan, iflos joylarga sudrab yuradigan jon bu albatta ziyonkor deyapti. Rost shunday ekan, nafsimizni biz o'rganishimiz kerak ekan. Nima bu? Bunga nimani yuklashimiz kerak? Nimani yuklamasligimiz kerak? İnsonni toqatidan ortig'ini biz yuklamasligimiz kerak. Inson ham bilish kerak. Menga hozir bugun 1000 rakat namoz o'qiyman deydi. Albatta bugun o'qiysan. Keyinchi? Yo. Ertasiga 1000 rakat o'qiyman deydi, nafs ko'tarmaydi. Joni ko'tarmaydi, joni buni xohlamaydi. Majbur tiqolmaydi uni. Qanday qilatsa, shu nafsni avval birinchi o'chirib nima qilishimiz kerak ekan? O'rganishimiz kerak ekan. O'tirib olib, nafsimizni ustida ishlab o'tirib 1 soat. Men palonchi nima xohlayman? Men bu narsani xohlayman. Yaxshi. Men buni xohlayman. Mana bo'lishim kerak, mana yurishim kerak. U hali kerak degan mavzu turib turinglar. Avval o'zingiz nima xohlaysiz? Ana shundan keyin sekin buni jilovlashtirib boshlaysiz. Katta bir shohlari bitasi yoshligi paytda 14-15 yoshlik paytda otasining shoxda oldida o'tirsa, 3 kun bir chavandoz otda olib kelishdi, hali hech kim boshqara olmayapti ekan. Hech kim uni jilovlashni iloji yo'q, birov boshqara olmashi kuchli bo'lgan ota ekan. Hech kim. Otajon, men shuni bir harakat qilib beraymi? Qo'y. Nima qilasan sen? Qiladiganlar bor, qilisha olmayapti. 14-15 yoshli bola hali bola. Men qilib beray shuni debdi. Ama ehtiyot olgan temaga o'z odam fikr bildirgan. Chiqdi. Qarasa, sekin o'rganibdi. Sekin shu ot turgan yeri joyi yoqqa boribdi, buyog'ini aylanibdi, bunday qarabdi, o'rgan bo'lib turib, oson ekan yo'ldi. Sekin kelib bittasi ushattirib, ko'ziga. Bunday yonboshni ko'rsatmaydigan qilib, boshiga bunaqa shapka kiygizibdi. Sekin tarafga turib, bo'l. Ishi halobdi buni. Hamma qoyil qopti. Bu nimaga buna bo'ldi? Chunki ot quyosh tushgandan keyin o'zini soyasidan atrofdagi soyalarni qo'qib turgan ekan. Haligi odam shuni osongina o'rganib, qarasa nimadan cho'chiyapti bu? Bu nega pitirayapti bu? Bizi jonimizdan xuddi shunga o'xshaydi. Pitiraydi, uni xohlaydi, uni ko'nmaydi, buni xohlaydi, buni ko'nmaydi. Yatamannal mar'u fi as-sayfi ash-shita. Va idha jaa ash-shita wa ankara. Arablar bir she'ri bor. Kishi deydi, yoshligida yoz paytida qishni xohlaydi. Isib ketdi, qish bo'lsa qaraydi, sovuq deysiz. Qish kelsa, sovuqni qara, undan ko'ra yoz yaxshi deydi.
فهو لا يرضى بحال واحد. Bu bitta holga hech qachon rozi bo'lmaydi. Qutilal insanu ma kufra degan she'r bor. Inson naqadar kufron ne'matga bir holatda mustaqim turmaydi. Rost shunday ekan. Bu inson joni bilan muomala qilishlik qiyin ekan. Inson qanday qilib o'zini boshqaradi degan savol bilan. Inson Robbisiga itoat qilsa boshqaradi. Boshqa yo'li yo'q buni. Chunki jonni yaratgan Alloh o'zi biladi, unga nima kerakligini, qanaqa qilib boshqarish yo'lini Alloh o'rgatadi. Qoyil, ichimizdagi jonni o'zimiz boshqara olmaymiz ekan. Tek qo'ysa, odamzodga tek qo'ysa, u xohlagan narsasini hisoblaydigan bo'lsangiz, bu faqat yomonlik chiqadi. Nima? Tekin pul kimga yoqmayapti? Kimga yoqmaydi? Hammaga yoqadi. Hamma joyga yoqadi. Uyda o'tirsa, tayyor pul kelsa. Keyin bu pulni qayerga? Masjidga ishlatsin? Yo'q. Qayerga ishlatsin? Kayf safoga ishlatib kimga yoqmayapti? Erkakmi, xotinmi, qarimi, kampirmi? Kimga yoqmayapti? Hammaga tek qo'ysa, nafsiga quloq solsa, faqat yomonlik tomonga yuradi. Bu nafsda to'g'ri yashayman degan odam kimga quloq solar ekan? Yaratgan, o'sha nafsni yaratgan, unga nima kerakligini bilgan Allohning gapiga quloq solar ekanda, nafsdek biz bo'lar ekan. Siz kim? Siz Robbingiz yaratgan va sizni hurmatlab qo'ygan. Sizdan boshqa barcha maxluqini yer yuzidagi sizdan past qo'yib qo'ygan. Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Haqiqatda shunday. Sizdan boshqa haqiqatan nafsiz Alloh tanimaydigan bo'lsa, Alloh aytmoqchi, inhum illa kal an'am, bular hayvondan boshqa narsa emas deyapti Alloh. Balki hayvondan ham battar. O'sha miqyos tushib qoladi inson. Sizga, otangizga Alloh butun maloikalar sajda qildirib qo'ydi. Sizni yerda o'ziga o'rinbosar qildi. Sizni yer yuzida Allohning amrini qiladigan, xotirjam, zo'r, Allohning buyrug'i bilan yashaydigan baxtli hayot berdi. Va sizni eng go'zal suratda yaratdiki, laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik, haqiqatan shunaqa. Rost shunday ekan, siz bu nafsni boshqarishni o'rganing endi. Inna silaha jami'un nas tahmiluhu va laysa kullu zatil mikhlab as-sab'u deyap bir shoir. Qurolni ham hamma ko'taraveradi. Hamma qo'lida pichoq bo'ladi, hamma qo'lida narsa bo'ladi, bolta bo'ladi. Ammo uni hamma ham shetolmaydi. Va hamma tirnog'i bor hayvon, yirtqich, vahshiy hayvon, sherlik, pahlavon bo'lmaydi. Hamma tirnog'i bor. Ammo hamma tirnog'i bor ikki narsa o'zcha kuchli narsa bo'lmayapti. Buni kuchli qilish uchun nima qilish kerak? Boshqarish kerak bo'lyapti. Jonimiz bilan rostgo'y bo'lishimiz degan narsa nima? Uni aldamaslik. Qanday? Jonimiz bilan rostgo'y bo'lamiz degan uni aldamaslik. Nafs aytayapti-ki, "Ey, moyish sen to'g'risi." Ya. O'zi biladi, xato qilib qo'yganini ham biladi. Ya, to'g'ri. Ichida hayqirib baqiryapti, "Ey, oshirib oryapsan." İçinden baqiryapti joni, nafsi ichidan baqiryapti, xato qilyapsan. Saya to'g'ri qilyapman deb turaveradi. Mashi oldashlik bo'ladi. Mashi jon bilan rostgo'y bo'lmaslikda ayni o'zi bo'ladi. Rost shunday ekan, siz avval o'rganib chiqinglar joningiz. Undan keyin agar o'rganib chiqsangiz, siz buni bilib olganingizdan keyin, ana endi siz buni to'g'rilashga, to'g'ri yo'lga solishga nima bo'lasiz endi qodir bo'lasiz. Ammo unutib qo'ymang. Nafsi ammora degan narsa bor. Yomonlikka chaqiruvchi jon bor. Ichingizda bor u ham. Shu o'rtada siz chizayotgan proyektni chizayotgan paytda siz aldab qo'ymasin. Siz aldab qo'ymasin, men qayuramiz demasin. Tekkiz o'z tutilmasiz bo'lmaydi. Rost shunday ekan, jonimiz bilan rostgo'y bo'lamiz degani u kim u? Bu sodiq musulmon kim o'tsa, o'zini o'zi aldamaydi. Xatolarini tan oladi. Xatolarini to'g'rilaydi. Xatolarini Qur'on, hadisdan nima qiladi? O'rganadi. Mana shu odam sodiq musulmon bo'lar ekan. Nafsi bilan rostgo'y bo'lgan odamning misoli bir masjidda o'tgan islom mamlakatlarining ichida bir masjidda bir bola hujra dars o'qirgan. Masjidda, xonasida, hujra degani xona degan. Masjidda xonasida dars o'qirgan. Shunday kunlar o'tdi, qonliga non topa oladigan
vaqt bo'lmayapti. Ammo asham bo'lsa ham daftarchilik qilish kerak deb ketib qolmabdi. Kitob o'qiyapti. Qorni ochib ketgan kechasi 2 kun sabr qilib bo'lmabdi. Oxiri kech payt chiqib sekin bir mahallani aylanish boshladi. Kimdir uyda bitta ovqat topsam shu yeb olaman daraxt paratdan. Ayni qish payti ekan, hech narsa yo'q, mevalar yo'q, qurigan. Talib ilm, diniy ilmni talab qilayotgan bola birodiyga daraxtlar ustida chiqib nima qarasa birodiyda yarim kechasi ovqat pishyapti ekan. Nafs aytibdi. Shunday hozir 3-4 qoshiq yeb qo'yib bo'ldi. Yetadi senga. Rozi bo'ladi, sen talib ilmda senga biz berish kerak bular. Darrov nafs planlatsiz, proyektlarsiz berib qo'ygan. Darrov yo'llar qanaq. Shunda haliyada oshib pishib, haliga shuni borib turib qarasish ham yo'q. Qozonni otsa baqlajan pishak ekan. Tayyor bir pishib baqlajan pishak ekan. Haliga shu jon ochlikdan qo'lini tiqib qaynay ekan. Haligindan bir tishlab-tishlabdi-yu. 2 tishlab toq o'zi kelib qoldi. To'xta debdi. Sen nima qilding sen? Sen nima qilib qo'yding deb. Sen birovda haqqini yeb qo'yding degan o'xsa. Uyga oshib kirgan bo'lsa, nafs sen nima qilib qo'yding? Haliga o'qiyotgan ilmi darrov uni qimillatib qo'yibdi. Shunday soptida qaytib masjidga borib istig'for aytib duolarni iloji yo'q endi. Ertasi ertalab 9:10larda masjidda burchakda o'tirsam, bitta kattaroq soqol bilan bitta ayol kelibdi. Masjidda eshikda. Bola kafanaga o'chib ketibdi. O'lding endi. Yeb qo'ygan baqlajonning haqqini so'rab kelishdi, o'lding endi. Qatdan bilishdi deb hozir vahimasida turyapti. Ey Alloh, sen albatta qodir zotsan. Allohga yana ham yalish boshlabdi. Otang kelib, men debdi. Mana qizim edi bu qiz. Kuyovi yaqinda bir safar chiqib, safarda halok bo'ldi. Bu kuyov qizimga qaraydigan yaxshi kuyov bo'lsa, shu degan maqsadda keldim, domla debdi. Domla nima qiladi domla endi? Sen o'tirgan, bizda yo'q, uylanaman degan bolalar yo'q. Endi ammo o'qisam bo'lib qolsa, bitta bolalar taklif qilsa, hali bola ko'z chiqib yoki debdi, hali bani chaqirib. Shu yerda o'qiyapsan, yaxshi. Ama bu ketishda sen kambag'al ekansan. Undan ko'ra, mana shu ayolga seni uylab qo'ysammi? Ayolga. Shu bilan bir turmush ko'rsang, kirib yon masjidimiz o'rnidan darog'ada. Kirib yashab ketaverasan. Hali bolaga yoqib tushibdi hali narsa. Tayyor tekin nikoh. Tekin kelin. Hey roziman debdi. Darrov hali otasi ne qilsa talib edim. Yaxshi bolaga o'xshatdimi debdi. Bu bizni bolamiz nima u kechpay birodagi uchun o'g'illik qilgan odam bu. Adapani jon-jonni bilmaydi, adapani domla uni yaxshi deb zo'r bo'lar ekan bu degan. Nikohlab qo'yibdi. Keyin bo'pti, ikkalasi ketibdi. Bola kirgan, haligi ayol ovqatda qozonda shunday qarasa, baqalajonning yarmi yo'q. Ashxotini o'zini o'rnamaga bosib qo'ydi. To'g'rilab qo'yibdi. Keyin hayotada bola g'alati bo'lib hijolat olib, ozgina ko'z yoshlari men astag'firulloh deb o'ziga kelib, Allohning chizig'i go'zal-da. Allohning chizig'i go'zal. Har birini aylantirib joy-joyiga qo'yib qo'yadigan Alloh subhanahu va taolo bor bu. Bola nafsi bilan shu joyda ozgina nima bo'ldi? Rostgo'ylik bo'lganda zo'r edi bu narsa. Hop, jonimiz bilan rostgo'ylikni qisman tushunarli bo'ladi. Jonimizni oldamaylik, nafsimizni oldamaylik. Undan ko'ra to'g'ri yo'lga yetaklashib yo'lga tushishimiz kerak. Ikkinchisi vaqtimiz qisqaroq bu chakan narsa bor bu yerda. Ikkinchisi odamlar bilan rostgo'y bo'lish kerak. O'zini o'zi aldayotgan odamlar bilan rostgo'y bo'la oladimi? O'zini aldab qo'yayotgan bo'lsa, qanday odamlar bilan rostgo'y bo'ladi? Shuncha aytib, birinchisi odam o'zi bilan rostgo'y bo'lish kerak. Ikkinchi endi odamlar bilan rostgo'y bo'lish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan edi: "Kaburat xiyanatan an tuhaddisa akhaka hadithan huwa laka musaddiqun va anta lahu kadhib." Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda bor. Siz birodaringizga, do'stingizga siz bir gap gapirsangiz, huwa laka musaddiq, siz u rost ishonib tursa, ishontirib gapirsangiz, vaholanki siz uni yolg'on gapirayotgan bo'lsangiz,
Bundan kattaroq xiyonat yo'q degan ekan payg'ambar alayhisalom. Bu birovga, musulmon odamga yolg'on gapirish va xiyonat deyapti Rasululloh. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis sahih hadis. U sizga ishontirib qo'ydi. Shunaqa bolalar bor. Qalpaq qilib qo'ydim, ishontirib qo'ydim dedi. Lamonni 10 kilosini ilib qo'ydi, bo'ldi, ishondi u deydi. Bu xiyonat bu. Rasululloh aytgan xiyonat birovga yolg'on gapirish yaxshi narsa emas. Makkada Abdul Qodir Jiloniy degan odam o'tgan. Avliyo, mashhur ilmli odam. Kichkinaligida onasi cho'ntagiga 40 dinor tilla tanga solgan ekan. Pul yig'ib, bolam Bag'dodga borgan. Bag'dodda katta-katta olimlar bor. O'shalardan Abu Hanifa shogirdlari bor, o'rganib kelgan. Darsi o'rganib kelgan deb jo'natibdi. Ammo bolam, senga bitta nasihat qilaman, doim rostgo'y bo'lgin debdi. Bola chiqib ketibdi. Yo'lda karvonni qaroqchilar talabdi. Qaroqchilar avval ko'p bo'lgan. Talab, hamma yo'qlar taligilar. Hali bola kelsa, nima bor sensa? 40 dinor tilla tangam bor debdi. 40 dinor tilla tangasi bor ekan. Sali qaroqchi tarsaga bittasiga qo'yib ishlamay ketaverdi. Yosh bolada endi 12-13 yoshlar bor, 40 dinor tilla tanga bo'lishi mumkin emas. Ikkinchisi o'chirib aylanib kelib ikkinchisi otsa 40 dinor tangam bor. Sen yer maqalda shepini oldi yuboribdi. Kattasini oldi. Oxiri haqiqat kakalasa cho'ntagidan kamar qilib enasi ichkariga belboqqa bog'lab 40 dinor tanga chiqdi. Sahli qarosh hayron qolyapti-ki, nima bunaqa? Men onamga faqat rostgo'y bo'lishga va'da qilganman. Men yolg'on gapira olmayman. Desa hali qaroqchi bu ishdan ta'sirlanib ketib, hidoyatiga shu sababchi bo'lgan Abdul Qodir Jiloniy. Ya bo'lmasa boshqa bir tarixda Hajjoj ibn Yusuf Saqafiy zamonasida u kishiga Hajjojga zolim podsho bo'lgani uchun unga qarshi chiqqan odamlar ko'p bo'lgan. Qarshi chiqqan odamlar bo'lgan. Ash paytda Rib'iy ibn Hirosh degan yaxshi solih odam bor ekan. Shuni o'g'illari ham qarshi chiqqan ekan. Sen haddini oshib ketdingmi deb qarshi chiqqan. Qidirilib yurgan paytda otasini chaqirishib bir kuni. Bolalaring qani debdi. Uni yolg'on, biror marta yolg'on gapirmagan ekan. Sinovda qani qattiq ekan. Desa, buni imtihon qilish payti kelibdi, kecha o'g'illari kelgan debdi. Qani so'raychi, shohim bu to'g'risini gapiradi debdi. Hajjoj bunday bo'lib turib, o'g'llaring qani debdi. Sizning Hajjoj ko'ziga qarab, ular ikkovi uyda hozir debdi. O'limga mahkum bo'ladigan bolalarni ham rostgo'ylikni to'g'risini aytgan ekan. Desa, Hajjoj sen haqiqatda rostgo'y deyishuvdi, rost ekansan. Rostgo'yliging tufayli men ularni kechirib yubordim ekan. Rostgo'ylik to'g'risida masala qilar ekanmiz. Otasi qiziga rostgo'ylik to'g'risida nasihat qilyapti-yu. Shu to'g'risida ketyapti hali ham masala. Odamlarga rostgo'ylik mas to'g'risida bitta zo'r qissa bor. Bir odam daryoning nari betiga o'tibdi. Kemaga minib, nari betga boribdi. Hali yerda bir oy tijorat qildi. Boshida halol rizq boshlabdi. Hatsa uzoq qishloqqa borib, tuyani sutlarini sog'dirib, yig'ib 5-10 litr qilib olib kelib shaharga nima qilar ekan? Tuyani sutini sotib yurar ekan. Sut keldi, sut sotaman deb nima qilar ekan? Sotib yurar ekan. Boshida bir ikki tanga foyda qildi-da, nafsi endi. Nafsi buni qo'ymabdi. Sekin suv qo'shishni boshladi. Voy hozir jurnal ko'payib ketgan shaqalar deysizmi? Suv qo'shishni boshladi. Qarasa, foyda 2 beryapti. Yo'llarni o'rganib, har safar suv qo'shishni boshlabdi. Yonida maymuni bor ekan. Doim maymun erkasi yurar ekan, doim sog'ib, haligi maymun bilan gaplashib, 1-2 oy ishlab, yaxshi pul topib, yana qaytib oilasiga qaytib ketdi. Bu yaxshi odam bu. Sut sog'ib bo'lsa ham, ozgina qo'shib sotayotgan bo'lsa ham, ammo oilasining haqqini qanchada qaytyapti? 2 oyda qaytyapti. Bu bizning qavmga nima bo'lgan? Ketib qolgan Rossiyaga 9 oyda kelyapti. 2 yilda kelyapti. Bu xotini uyda yurib, raso bo'lib aynib ketyapti. Moyi yomon sutni almashtirib sotayotgan odam bo'lsa 2 oyda xotinimning haqqi bor deb qaytib ketdi. Yo'lda kemaga chiqib qaytib kelyapsa, xursand endi. Orzulari zo'r ushalgan, pulni zo'r topgan. Xursand tursa, maymun yonida yurgan maymuni haligi hamyonni shunday yopdi-da. Qochib qopti.
Maymun ham tillarning qadrini bilar ekan. Yo, haligini kapalaga uchib ketdi. Maymun o'zini maymuni. Yugurib orqasiga yugursa, kemani parosini ustiga chiqibdi, cho'qqa chiqib. Bu chiqolmaydi nega? Yanglish boshlab maymunjon. Iltimos maymunjon, yana katmon tashlab, "Ben beraman, u beraman, bu beraman." Maymun xulosalashmiz. Yangilik yo'llar xulosalashmiz. Sekin haymon ishini ochibdi. Ochib qarasa, tilla tangalar bor. Maymun sekin ochib talib bittadan tishlab, xuddi teshayotgan odamga o'xshab tishlab. Naqat bittasiga pastga otibdi. Haliga endi jon tanlosasi borib bitta tangani shaqib shop turib, bunga qarab, "Voy xudo shukr, tashavor" debdi. Sen ikkinchisini olib naqta dengizga tashlab yubordi. Bu kutilmagan narsa sodir bo'lgan. Bu kallasi sal qopda ham ajilib qolishga. Oylab ishlagan tangasini qaytashib olyapti. Suvga, dengizga. Shunday bor yugurgansiz. Teletangiz pastga tushib ketdi. Ko'zini olib tushib ketdi. Maymunga shunday qarab, "Men seni o'ldiraman" debdi. "Men seni adaming bera olasan, it maymun" debdi. Haligi maymun ikkinchisini olibdi-da, pastga tashladi. Uchinchisini dengizga. Pastga, dengizga. Pastga, dengizga. Teksin taqsimlab qo'yibdi. Nimaga? Bu maymun adolat qildi. Suvda haqqini suvga beribdi, buni haqqini o'ziga beribdi. Chunki suv qo'shganmidi? Alloh adolat qilib qo'yamasa chiqarib qo'yadi bir yerda. Tekis taqsimlab qo'yibdi. Yarmini suvga tashlabdi, yarmini o'zini qo'ygan. Maymunni fitratiga Alloh solib turib, Alloh shu adolat taqsimlatib qo'yishga majburlagan ekan. Uchinchi taqsimimiz jon o'zi bilan rostgo'y bo'lish kerak. Ikkinchisi odamlar bilan rostgo'y bo'lish kerak. Uchinchisi Alloh bilan rostgo'y bo'lish kerak odam. Alloh bilan qanday rostgo'y bo'lamiz? Allohga amal qilsak, ixlos bilan rostgo'y bo'lishimiz kerak. Masjidda turib olamiz, yuzimizni qiblaga qilib olamiz. Robbim, sendan boshqasi kerak emas, sen eng meni yagona Robbimsan. Senga hech kim sherik qilmayman deymiz u chiqib ketgandan keyin boshqasi bilan yuraveramiz. Boshqasini aytganini qilib boramiz. Biz Alloh bilan rostgo'y bo'lmayapmiz. Yoki masjidda turib olamiz, masjidda ichida namozda yuzimizni qiblaga Alloh yuziga ro'bara qilib turib, hayolimiz boshqa yerda yuradi. Biz rostgo'y emasmiz Alloh bilan. Biz Allohning oldidagi odamlarga o'xshab qolyapmiz. Ixlos, riyosiz amal o'tkazishlik Alloh bilan rostgo'y bo'lishda ayni o'zi bu. Bir İmam Nisoiy sahih to'plamida rivoyat qildi, Imom Nasai. Bir Arabiy payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga uzoq bir qishloqdan keldi. Aytdi, "Ya Rasululloh" dedi. "Men sizga iymon keltiray." "Iymon keltir." "Men sizga ergashay" dedi. "Ergashing." "Faqat men uzoqdanman" dedi. "Siz ta'lim oling, dindan o'zing ta'lim berishdi." Bu odam ketib, oilasi bilan hijrat qilib keldi. Madinaga hijrat qilib keldi. Yurtini tashlab keldi. Hali undan Makka nima bo'lmadi? Fath bo'lmadi. Payg'ambarimiz bilan birga g'azotlarga chiqdi, urushlarga chiqdi. U lekin o'zi cho'pon bo'lgani uchun goho qo'y boqqani ketgan paytda urushdan qolib qoladi. Kunlar birida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tushgan g'animatdan taqsim qilib, bu Arabiyga nima qildi? Taqsimini berdi. Arabiy qo'y boqib kelsa, o'rtoqlar, "Ey Rasululloh, men senga berib yubor" dedi. Dedi, "Nimaga?" dedi. "Nimaga beradi menga?" Dedi, "Rasululloh senga shuni taqsimlab qo'ydi. Seni nasib ekan bu" dedi. Dedi, Arabiy yuzdan o'zgardi. O'zgardi, ishtonlarni mahkam bog'lab, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga haligini ko'tarib, hali bergan taqsimni ko'tarib borib, "Ma hada ya Rasululloh?" "Ey Rasululloh, bu nima bu?" dedi. "Bu nima bu?" dedi. Dedi, "Bu men tushgan g'animatni taqsimladim, sizning nasibingiz" dedi. Dedi, "Rasululloh taqsimladi, Xudoga minnatga shukr." "Bo'ldi, rahmat" deb ketmadi bu Arabiy. Aytdiki, "Ma ala hada ittaba'tuka." Men sizga bu uchun ergashgan emasman dedi. Mol dunyo uchun ergashgan emasman dedi. Men sizga ergashgan sababi meni bo'ynimga bitta nayza sanchilsa-yu, shu nayza orqali men vafot qilib turib jannatga kirib ketsam, shuni xohlab yuribman dedi. Dedi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar,
In tasduqulloha yasduqka dedi. Ikki oz gap. Agar Allohga rost bo'lsang, Alloh ham senga rostgo'y bo'ladi dedi. Boshqa gapni gapirmadi. Bilmaydi ichini. Jonni bilmaydi dedim, u bilmaymiz uni ichini, nima uchun yarashgan. Mayli mol dunyo olib kelib bersa, bu bilan ta'sirlanib qolmaydi. Agar Allohga rostgo'y bo'lsang, albatta Alloh sen bilan albatta rostgo'y bo'ladi dedi. Ozgina muddat o'tdi. Keyingi janglarda Payg'ambar alayhisolamga Arabiyni ko'tarib kelishdi. Vallohi sahoba aytibdi, vallohi deyapti. Biz ko'rdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qaradi. Aytdilar, sadaqalloha fa sadaqahulloh. Allohga rost gapirdi, Alloh ham tasdiqlab qo'ydi. Kamon ayni chizgan yeriga kirgan ekan. Ayni kirgan yeriga chizib, ayni yerda shahid bo'lgan ekan. Allohga rostgo'y qasd qiluvdi. Alloh bilan rostgo'y bo'luvdi. Alloh nima qildi buni? Rostgo'yligiga erishtirib qo'ydi. Maqsadiga erishtirib qo'ydi. Shahid bo'ldi, jannatga qarab ketdi. Biz Alloh bilan qaysi o'rinda rostgo'y bo'lyapmiz aytinglar. Qaysi bir esla olasizmi Alloh bilan rostgo'y bo'lgan nuqtangiz? Allohim, Robbim, men senga rost gapiryapman. Men ish qilaman deb qilgan kuningiz bormi? Bir o'ylanib ko'ring. Vaqtimiz bo'lib qoldi. Yana bitta kichikroq narsa bor, shuni aytib qo'yamiz. Shu bilan bugungi jumadagi mavzumiz tugaydi. Rostgo'ylik bormini o'zi ko'p gaplar ko'p, qissalar ko'p, ammo yetarli shugacha bu kifoya qiladi inshaalloh. Yaqinda bu endi aytishlar mumkin. Bu sahobalar, bular avliyolar, bular Abdul Qodir bo'lsin, boshqasi bo'lsin, bu katta avliyo o'tgan zamonda shunaqa edi. Hozir zamonimizda keyin xato qilyapsiz. Shu kunlarda, mana shu yillarda, 3-4 yillar, mana shu 1-2 yilda atrofida bo'layotgan ish Misr mamlakatida bo'lgan ish. Katta domla aytib beryapti o'zi. Yig'lab yurib aytib beryapti. O'sha qissani rivoyat qilgan doktor rivoyat qilib beryapti. Bir islomiy oila bor ekan. Islomiy oila. Ichida Qur'on o'qiladigan, ichida hadis o'qiladigan, ichida fiqhiy masalalar o'rganiladigan, Rasululloh tarixi o'rganiladigan islomiy oila qurildi. Bu oila Alloh yo'lidan xolis, halol rizq bilan, boriga shukr qilib, qanoat bilan baxtli yashayotgan oila ekan. Yaqinda bo'layotgan ishlarda yapman sizlar. Kuyovi bir ishdan anaqalar bilan qarz bo'lib, boshqa bo'lib, hayot Alloh taqdiri bu. Safarga chiqib ketibdi. Uzoq o'tib ketibdi. Ishlagan. Qarz olish kerak, ishlab turib, orada bir narsalar bo'lib, pul jo'nata olmay, boshida ish ham yurishmasdan oilada bir tiyin mablag' qolmabdi, bir tiyin birisi yegan. Eplab, qon-qo'shlar narsalar chiqarib turarkan, haligini eplab yeb tirikchilik qilarkan. Ammo tilamchilik qilmas ekan. Biz shuni yaxshi bilaylik. Hozirgina bir musibat tushsa, darrov 2-3 ta bolasiga talab olib, masjidga oltirib olib, iltimos berib qo'yilib tilamchilik qilmas ekan. Xudodan qo'rqqan odam tilamchilik qilmaydi. Qo'lidan keladi, sabr qiladi, bo'lmasa keyin bir boshqa bir hodisa o'tadi. Chunki payg'ambarimiz nima qiladi tilamchini? Yomon ko'rardi. Yaxshi narsa emas bu narsa. Aytganlar, qaysi bir odam tilamchilikning eshigini bittasini ochsa, Alloh unga 9 ta kambag'allik eshigini ochib keladi. Bu hech qachon boy bo'lmaydi. Hech qachon tilamchilik o'tib ketadi. Tilamchilik qilmabdi. Sabr qilishdi. Kunlardan bir kun 8-9 kilodan qizi kechpayt istimadan qattiq og'rib qoldi. Ona bechora aytayapti, men deydi, turib darrov tahorat qilib 2 rakat namoz o'qidim. Allohga yalindi. Alloh, sendan boshqa meni kimim ham bor? Kuyovim yoqda bo'lsa, bu meni onam, mayda qari kampir bo'lsa, sizga qodir emasmisiz? Allohim o'zingdan boshqa hech kimim yo'q meni. 2 rakat namoz o'qirkan, darrov suvni chilab olib kelib bolanima peshonasiga dakani qo'yar ekan. Yana 2 rakat namoz o'qirkan, 2 rakat namoz o'qincha hali daka qurib qolar ekan, yana turib yana muzga suv qilib yana bosar ekan. Shu asnosida kechasi 1:30 bo'pti. Eshik tup ish taqilladi. Yarim kechasi 1:30 kim taqillatishi mumkin? Voy, kimda yugurmabdi hayoti, sog'lig'i, Xudodan qo'rqqan hayot. Darrov ayasini kimda taqillata eshigiga chiqib qo'ying debdi. Yosh qari kampir eshik ochmay qarasa, doktor turgan ekan. 1:30 doktor. Salom alaykum.
Keldim. Qani qisqani deb, darrov kelib, qisqani ko'rsatinglar menga. Darrov ichkari olib kelishdi. Darrov hali doktor qizni ko'rib, "Yaman temperatura qo'yib yoz. Mana qog'oz. Darrov shu dorilarni olib kelib berasizlar, qiz nima qiladi? Inshaalloh Alloh o'zimiz shifo topadi" debdi. Sekin erkak yo'qmi uylarda? Yo'q. Erkak yo'q uyimizda ayamiz bor xolos, boshqa hech kim yo'q. Keyin sekin ishdan chiqib kutib turibdi doktor. 5 minut kutibdi yo'q, 10 minut kutibdi yo'q, kech payt 2 bo'lyapti soat. Bu doktor uxlash kerak, doktorga borish kerak. Keyin hali ishda qilatib, "Xola" debdi. "Ha, hali xola chiqdi." Men haqqim bermaysizlar. Men tekshirgan keldim, haqqim bermaysizlar dedi. Siz jonbaram. Biz pulimiz yo'q. Desa, uyatmaysizlar, meni chaqirib qo'yib, telefon qilib qo'yib meni uyimga. Kech payt meni 1:30da uyqudan uyg'otib qo'yib, "Uyalmaysizlar menga shunaqa spektakl qo'ygan" debdi. "Sen bolam" debdi. "Biz sizni chaqirgan emasmiz. Biz uyimizda telefon ham yo'q. Yemoq ichmoqqa mablag'imiz yo'q, telefonga qatdan pul topamiz." "Sen, ha bu palonchi adresdagi palonchi uymi" debdi. "Sen yo'q" debdi. "Bu men qo'shnimiz uy" debdi. "Asha Alloh akbar" debdi. "Uzr, men adashib kelib qolibman" debdi. Sekin qo'shnining eshigiga o'tsa, svetar polniy o'chik. Uxlashyapti. Shu uyda kasali yo'q. Sekin qaytib kelib, to'xtanglar" debdi. "Bu yerda bir gap bor" debdi. "Qo'shnilar meni chaqirgan adres hech gap yo'q. To'g'ri kelib, qizni ko'rib, ahvolni surishtirib, o'rganib, haqiqatda pul yo'qligini bilib, borib, o'zi dori olib kelib qizga beribdi. O'zi cho'ntagidan, "Keyin opa" debdi, "Xola ertaga meni ishxonamga boring, marta bo'laman, men sizga oylik yozib beraman" debdi. O'zini chiqarganda. Chunki meni 1:30da telefon qilib, telefonimni olsam, "Alo, palonchi uy keling" degan Alloh farishtalar orqali ayttirganmi? Men uni bilmayman, lekin joyiga meni uyg'otib yurib kelib qo'ygan bo'lsa, men o'zim harakat qilaman debdi. Bu ayol Alloh bilan rostdan ham rostgo'y bo'ldi. Alloh nima qildi? Doktorni olib keltirib qo'ydi ayog'ini tagiga. Hech narsa qilmadi. Qilgan ishi faqat Allohga duo qilish bo'ldi xolos, boshqa ish yo'q. Doktorni olib keltirib qo'ydi. Shuncha aytamiz. Alloh bilan rostgo'y bo'lishimiz kerak biz baribir. Jonimizni rostgo'ylikka o'rgataylik. Odamlarga rostgo'y gapiraylik. Parvardigorimiz bilan rostgo'y bo'laylik. Allohni oldamaylik. Allohga "Men buni qilaman, men zo'r bo'laman" deb va'dalar berasiz. Alloh aytgan ishingizni qilib bergandan keyin hech narsa bo'lmaganda teskari qilib ko'zingizni go'llaytirib yana gunohlarni qilib xatolar qilib qo'yadigan biz hamsi eng katta bo'lgan odamlar bo'lib qolyapmiz. Va savol bergan odam meni o'zimga namozdan keyin uchrab qo'ysin. Subhanallohumma va bihamdika astaghfiruka va atubu ilayk. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Valhamdulillahi robbil alamin. Parvardigor, Allohum robbimiz rostgo'ylik to'g'risida masala qildik, Parvardigor. Shu masalaga avvalo o'zim qolaversa barchamiz amal qilish hammalarni nasib qilgin, Parvardigor. Allohim sen o'zing yakkaliging bilan hech qanday sherigi yo'q, xotin farzandi yo'q, bo'lgan ulug' zotligingni o'rtaga qo'yib, Parvardigor, so'raymiz. Biz har birimiz rostgo'ylardan qilgin, Parvardigor. Jonimiz bilan rostgo'y bo'luvchi, odamlar bilan rostgo'y bo'luvchi, o'zing bilan rostgo'y bo'lish martabasiga Alloh taolo bizlarni chiqargin. Allohim, bandam sen sodiqsan, sen rostgo'ysan deydigan unvoningni Alloh sendan so'rab, yana so'rayman bizlarga nasib qilgin, Parvardigor. Allohim, kechagi kunduz qilayotgan xato gunohlarimizni Alloh taolo o'zing kechirgin. Ustimizda tog' kabi undan ham kattaroq gunohlar bilan huzuringga borib eshigingni taqillatib Robbim degan paytimizda eshigingdan bizlarni haydab yubormagin, Parvardigor. Gunohlarimizni kechirgin, mag'firat qilgin. Alloh taolo tillarimizdan faqat rostgo'ylik chiqishini, qalblarimizdan rostgo'ylik chiqishini, amallarimizda rostgo'y bo'lishimizni, sen qilayotgan ibodatlarimizda faqat rostgo'y bilan hayot kechirishni Alloh hammamizga nasib aylagin. Alloh taolo shunday ulug' ne'matni oila a'zolarimizga, farzandlarimizga, hammalarimizga ham rostgo'y bo'lishni har birimizni nasib aylagin, Parvardigor. Yurtimizga tinchlik bergin, xotirjamlik bergin. Iymonimiz ziyoda bo'lishi sabab qilgin, Parvardigor. To'g'ri yo'lda doim mustahkam aylagin, Parvardigor. Va axir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Akalar, eshik tagida bitta
uzr bilan so'qdan kelibdi. Bir qirg'iz birodarimiz kelibdi, ozgina muhtojman, farzandim operatsiya qilsa deb so'radi. Kim qo'lidan kelsa berib qo'ysin. Bergan odam bitkizmaydi, albatta Alloh subhanahu va taolo qabul qilgan bo'lsin.